Kiyimlarimni oldim, ovqatlarni joyladim, zaryadkalarni hammasini to'g'rilab. Telefoning qolib ketdi. Anaqa adasi, ovqatni xolodilnikka solib qo'ydim. Toza kiyimlaringizni ham. Ey! Bor yo'qol onangga ming marta aytdi shu gapni. Adasi hammasi esida. Yeding-ku sen ham. Yo'qol-da sen. Adasi, esingizda hammasi ovqatlarni xolodilnikka qo'yib qo'yganman. Ovqatsiz qolmasa pishirib yeng. Zakaz qilmang, qimmat bo'lib ketadi. Hamma kiyimlaringizni top-toza qilib shkafga solib qo'yganman. Meni yo'ligimni bilinmasin, xo'pmi? 10-15 kunda olamnikida qaytaman. Umri borib, ham yeyording. O'zi 15 ming ketyapti. Men qara, birinchi bo'ydoqligimda 30 yoshimgacha o'zim kiyimimni dazmollab, o'zim ovqatimni o'zim qilib yegan. Sendan ko'ra normal yashagan. Tushunyapsizmi? Ayamlarga salom. Nodir akaga Alloh xohlasa salom. Uf. Adamni adajon deyish qiyin emas-ku. Nimaga adajon demaysiz? Bo'pti. Nech pul berdim adajon deysiz? 10 ming dollar. Nodir akaga salom aytib qo'yaman. Oy borib, oyning oxirigacha qaytib kelgin xotin. Davay. Adasi! Nima qilyapsiz? Molxonaga xush kelibsan.